misol ko'ramiz. Demak, oddiy bir kalkulyator misolni demak ham ifda ham ishlab ko'ramiz, ham switchda ham ishlab ko'ramiz. Misol uchun, demak bizda mana bunaqa bo'lsa, qora oynada mana bunaqa chiqadi. Misol uchun kalkulyator deb misol uchun a barobar deb chiqarsan yoki birinchi son a barobar b barobar keyin amal deb chiqarsan. Amalda man plyus yozsam qo'shib bersin, minus yozsam ayirib bersin, ko'paytirish yozsam ikkalasini ko'paytirib bersin. Mana shu misolda demak ko'rib chiqamiz. Demak yozaman int mayli float a va b siyot kalkulyator endi siyot demak a barobar sin a siyot b barobar sin b yoki bitta char degan char tipidagi qanaqadir amal degan o'zgarishni kiritib ketaylik. Siyot amal 2 nuqta sin amal kiritgandan yozaman if amal tengmi bir turnali char bo'lgandan keyin bir turnali qo'shishga deyman. Amal tengmi qo'shishga ha bo'ladi degan bo'lsa siyot yozaman a plus b barobar a plus b. Endi yana yozaman. Hozir else endi ichma ich yozsam ham bo'laveradi. Mana if buni mana shu o'zini nima qilaylik, vaqtdan yutaylik. Demak ayirishga tengmi? Ha, bunisi ayir va bunisi ham ayir. Endi xuddi shunaqa demak ko'paytirishni ham qilaman. Demak amal ko'paytirishga tengmi? Ha, o'zi demak ko'paytirish vaqti ko'paytirish yozaman. Endi vaqti katalog stavit deb bu bo'lishga tengmi? Ha, bo'lish. Mana bu ham bo'lish yozaman. Aks holda siyot bunday amal mavjud emas. Bunday amal mavjud emas dedi. Bo'ladigan bo'lsa mana kalkulyator a 2 3 b 456 amal mana qo'shish amali. Demak 2 6 o'zida 2 6 plus 456 7 16. Endi bunday amal mavjud emas dedi. Ha, mana bunga ketdi. Значит, ichma ich kiritishim shart ekan. Hozir buni olib turaman. Demak ichma ich kiritishim kerak ekan. Hozirgi demak xatolik kelishiga sabab men bilan demak else ichiga yozishim kerak ekan. O'shanda xatolik bermas ekan. Men buni else ichiga yozsam keyin buni ham mana bunaqa ko'rinishda demak har bittasini else ichiga yozib chiqib ichma ich yozib chiqsam xatolik bermaydi mendan. Endi xatolik bermaydi. 2 3 456 ko'paytirish yozamiz mana. Haqiqatan 2 3 ga 456 ni ko'paytirsak shu natijani beradi. Demak bo'lish mana misol oddiy o'zimiz bilan demak 12 bo'laman misol 4. Ha, bu 4 ga bo'lsam 12 ni 4 ga bo'lsam haqiqatan mana natijamiz chiqadi. Ya'ni dastur ishlayapti. Demak mana shu narsani endi switchda ham qilsak bo'ladi. Demak ko'ramiz uni ham. Switch operatorida qilishga harakat qilib ko'ramiz. Switch ya'ni bitta narsani esdan chiqarmaydi. Switch ichidagi ifoda asosan ko'p holatda int yoki char tipidagi ifoda bo'ladi. Mana shuni ham esdan chiqarib ketmaydi. Switch amal case. Demak case qo'shishga tengmi? Ha bo'ladigan bo'lsa mana bu narsani bajar. Break. Case demak ayirishga tengmi? Ya'ni amalli qiymat qo'shishga tengmi? Ha bo'ladigan bo'lsa mana shu ifodani bajar. Amalli qiymat minusga teng bo'lib, ha bo'ladigan bo'lsa mana bu ifodani bajar deyman. Yo'qda demak qo'shish, ayirish. Yo'qda minus yozilib ketdi. Minus. Break. Demak keyingisi hada keyish oshiyor case ko'paytirishga tengmi? Ha bo'ladigan bo'lsa siyot
ko'paytirish. Break case qiymatini men bo'lishga deyman. Har bo'ladigan bo'lsa, katalog stavit deyman bo'lish. Default suit bunday amal mavjud emas. Demek bo'ladi. Demek kalkulyator 8 3 6 demek amal ko'paytirish. Demek haqiqatan 8 3 6 ga ko'paytirsam 24. Demek 8 28 8 endi dasturim ishlayapti. Bu nima uchun xato yozganman? If nimasini ham ko'rib ketaylik. Demek mana bu yerda demek qo'shish o'rniga demek yerish o'rniga qo'shib qolib ketgan ekan. Demek mana shu joyda xato qilgan ekanmiz.